Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir kecha kunduzda quyosh paneli o'rnatgan aholi tomonidan juda ham qiziqarli savollar kelib tushmoqda. Ya'ni quyosh paneli o'rnatganmiz. Mol-mulk va yer solig'idan imtiyoz bormi? Va imtiyoz bo'lsa, to'liq ozod qilinganmi? Yoki bo'lmasa ma'lum bir chegara bormi? Bu savollarga javob olish uchun Soliq kodeksining 421 va 436-moddalariga murojaat qilamiz. Bu yerda qayd etilishicha, quyosh paneli o'rnatgan aholi soliqlardan to'lig'icha emas, balki ma'lum miqdorgacha ozod etilgan. Ya'ni agar siz quyosh paneli o'rnatgan bo'lsangiz, mol-mulk solig'idan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha, ya'ni 750 ming so'm imtiyozga ega bo'lasiz. Yer solig'idan esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorida, ya'ni 375 ming yer solig'idan ozod etilasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'ling. Bitta like va bitta kommentariy sizdan. Qiziqarli savollar bo'lsa yuboring, biz ularga onlayn javob berishga harakat qilamiz.